Va yana bir oyatni dalil qilib ulamolarimiz aytadilarki, "Valaqad karramna bani Adam." Biz odam farzandlarini mukarram qilib qo'ydik. Odam farzandlarini deyilyapti. Ko'rdingizmi? Umumiy qilib butun insoniyatni. Odam farzandimi? Bo'ldi, u mukarram u. Uni xorlashlikka, tahqirlashlikka, uni joniga qasd qilishlikka, uni moliga qasd qilishlikka, obro' izzatiga tajovuz qilishlikka hech kimning haqqi yo'q bir-biriga. E'zozlash kerak, qadrlash kerak. Mana shu ma'noda ulamolarimiz butun insoniyatni bir-biriga nisbatan shunaqa qadrlashlikka chaqiradilar. Va bugun biz butun insoniyat, yana qaytarib aytaman, shunga muhtojmiz. Agar qaniydi butun insoniyat shuni mazmun mohiyatini anglab yetganda edi, bugun yer joy talashmasidi. Bugun aytaylik hududlar uchun talashmasidi. Bugun qanaqandir bir boyliklar, g'arazli maqsadlar uchun urush, to'palan, janjallar bo'lmasidi. Axir bu koinotning egasi bor. Bu borliqni yaratguvchisi bor. Bandalarning rizqi nasibalarini oldindan o'zi belgilab qo'ygan. Ularning qadarlarini hali dunyoga kelmasliklaridan oldin onasining qornida belgilab qo'ygan. Balki undan ham oldin lavhul mahfuzlarda belgilab yozib qo'ygan. Mana shu narsani bugun insoniyat anglab yetish kerak. O'sha belgilab qo'yilgan narsaga borishning ikkita yo'li bor. Biri to'g'ri, halol pokiza yo'l bo'lsa, ikkinchisi yuqorida aytilgandek vayrongarchilik, tajavvuz, jinoyat, gunohu ma'siyat yo'li. Lekin ikkalasi ham bir joyga olib boradi. Hamma gap o'sha yo'lni tanlashda. To'g'ri yo'l tanlansa, ikki dunyo saodati bo'ladi. Noto'g'ri yo'l tanlansa, Alloh asrasin, ikki dunyo ham barbod bo'ladi.